Do'stlar, yine evveli birlerini ishlab berib ketganmiz yine Oybek bilan. Suv kanalizatsiya otopleniyalarini hozir yine kotel qo'ymoqqa keldik. Aristondan bildiramiz. Pasta kotel fitsmaylik şöyle shidiyola paylaştırdıkımız. Evi teplый pol, pasta keyin pastaga ham bana. Yaklaşım gradus отдельный bo'ladi, трехходовой qo'yamiz, mexanический. Bular sushilkaga chiqqan, yana kollektor bu yana. Ya do'stlar, xudo xolasa boshlanma obyektimizdan bitirdik. Kotelnisini 50lik fitsman qo'yib berdik. Теплый pol, pastda 2 tane отдельный gradus bosimladilar. Shuning uchun yana трехходовойlar bilan mexanический pastlarning nasoslari, manometrlari обязательно podachadan, obratkadan manometrlari, gaz reduktorlar, italyanskiy dishlomator, расширительный бак, дополнительный stabilizatorlari, ibera 80lik ekopoyer Aristondan qo'yib berdik. Filan taxlab yana sotib ketdik. Şimdi görünüşte kotelimiz. Şimdi su akkasa, xudo xolasa suvni taxlab beramiz bu yerda, davleniya berib, ammirlari proyekt etilgan, buni avval suvlarni davliyaga berib qo'ydik. Şimdi görünüşte santexnika ishlar bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekrandagi nomerlari do'stlar. Videolarimizni like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar bizani. To'g'rimi, Azamat? Обязательно, Şimdi iş.